Bilarmidinglar Gazalkentda yagona bo'lgan chaqchuq ochilganini? Nimaga yagona deyotganimni sizlarga hozir video davomida tushuntirib o'taman. Nimaga yagonaligini sababi ko'rib turibsizlar. Bu yoqda chaqchuq mahsulotlaridan tashqari Dubaydan keltirilgan original shokoladlarimiz, suxoy marojnik va maxsus Xitoydan keltirilgan choylarimiz ham bor. Nimaga maxsus, okam? Shundoq ishdan charchab kelyapsiz. Keyin romantichniy choylarni olib turib, sizga oldingizga damlab olib kiryaptilar. Shundoq romantichniy choydan bir piyola ichib turib, kun davomida yig'ilgan stress, charchoqlar chiqib ketadi, okam. Yana bitta yengilliklarimizdan bittasi mana shu qo'limda turgan Harnub siropi tabobatda ishlatilib kelingan. Agar kim oshqozonida muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu siropni kun davomida ichib yursa, shu oshqozonidagi bo'layotgan muammolarga yechim topadi. Mana bunisi esa Harnub siropi. Ko'rib turibsizlar, agar kim jigarda muammo bo'ladigan bo'lsa, bu ham kun davomida ichib yuriladigan, jigaringizdagi muammolarga yechim topadigan sirop. Bundan tashqari, kimning qoni quyuq bo'lsa, immuniteti past bo'lsa, tomoqda yallig'lanish, shamollashlar bo'lsa, ular uchun ham kun davomida ichib yuradigan siroplarimiz ham bor. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda 20 xildan oshiq chaqchuq mahsulotlarimiz bor. Dunyoning barcha shaharlaridan keltirilgan. Misol, o'zimizning mesniy qovoq pistamiz, Xitoydan keltirilgan qovoq pistalari, Braziliya o'rmonlaridan terilgan yong'oqlarimiz. Buni hammamiz bilamiz, o'zimizning mahsulot, no'xatimiz. Bunisi esa banana chips varianti ekan. Juda zo'r, chips ta'mi kelyapti. Bu esa katta assortimentdagi kozinaklarimiz. Bu yoqda 8 xildan oshiq mayiz turlari va turshaklarimiz ham bor. Ya, turshakni siz aytmayman, yeydigan turshak. Bu yoqda esa Arabistondan keltirilgan har xil turdagi xurmolarimiz. Bu yoqda esa Amari, Akbari, Doloni pistalarimiz. Bu esa men o'zim yoqadigan yong'oq, makadamiya yong'og'i, bu yerda esa chaqilgan varianti. Bu esa kedir yong'og'i, bilsanglar, archan shishkasida bo'ladi-ku, o'shaning yong'og'i ham bor ekan. Sizlarga manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, qorong'i bozordan kelaverishda o'ng qo'lda, hokimiyatdan kelaverishda chap qo'lda. Chaqchuq Gazalkent barchangizni kutib qoladi.